Buni hidi go'zal-ku, bu asal-ku, qayerdan olgansizlar buni? Nima qilyapsan, kasofat? Men shu yoqqa ishga kirdim. Seni kim ishga oldi? Men ishga oldim. Ya, xo'jayin? Borishing qilib. Ama Sergildagi filialda emasman. Ha, Midgarodagi betonkadaman, ha, kelishmosdan kelishcha. Kelavering, o'zim kutib olaman. Xo'p. Xo'jayin, o'g'ilchan uyga jo'natib o'raylik ishlamaydi-da. Ha, ishlayapti-ku. Indamang, yosh bola chiniqadi, ishlayversin. Sumalakka o'tin yig'dim. Ya, xo'jayin ishlamaydi, hozir nimadir deb boshlaydi bu. Uka qaror. Somsa qilibsizlarmi? Yo'q, Jizzax milliy taomlar kayfiga ochganmiz. Borib bitta somsa olib kel menga. Shunchalik tezmi? Bilsangiz bilarsiz. Bu Jizzax somsani o'ziki bu. Jizzax somsa yeyish uchun Jizzaxga borish shart emas. Shu yerda ham bor. Undan tashqari baliq bor, Hamid Olimjon oshi bor. Yegim kelib ketdi. Ro'zada ishlaysizlar? Ha, ro'za oyi 24/7 ishlaymiz. Saharli iftorligiga kelaverarkanmiz. O'zi bitta somsa aytganman, shu ham kelmayapti. Tezroq yeng, bo'lmasa olib ketib qolishadi. Men. Hozir. Charchadim. Uka, qaror. Mendan boshqa odam yo'qmi? Uka, somsa bormi? Somsaxona uzoqda borib kelish kerak. Charchaganman. Somsa qolmadi. Xo'p, shashlik bormi? Shashlikchidan shashlik so'raganda bermagandi. Alam qilsin, yo'q deyman. Shashlik ham yo'q. Nima bor? Nima bor? Tuxum bor. Katta boshliq tekshirishga kelgan ekan. Qaysi tuxum berding? O'zi tuxum yeyman dedi.